O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining 70 yilligiga bag'ishlangan sportda zamonaviy innovatsion texnologiyalar mavzusida xalqaro ilmiy anjuman bo'lib o'tdi. Mazkur nufuzli tadbirda Germaniya, Rossiya, Turkiya, Xitoy va Markaziy Osiyodan tashrif buyurgan taniqli olimlar ishtirok etishdi. Tadbirning ilk kunida xorijiy mehmonlar va universitet rahbariyati o'rtasida uchrashuv bo'lib, germaniyalik professor Markus Rapp hamda rossiyalik olim Shiyan Viktor Vladimirovich O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining faxriy professor unvoniga sazovor bo'ldilar. Keyingi qismda xalqaro mutaxassislarning sportda innovatsiyalar, sog'lom turmush tarzi va ta'lim tizimidagi dolzarb masalalarga bag'ishlangan ma'ruzalari tinglandi. Anjuman doirasida madaniy dastur ham tashkil etilib, unda ijodkor talabalar milliy kuy va qo'shiqlar bilan ishtirokchilarga bayramona kayfiyat ulashdilar. 受邀参加乌兹别克斯坦国立体育运动大学。 Men Shandun sport institutidanman. O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining 70 yilliga hamda xalqaro ilmiy anjumanga taklif etildi. Ushbu tadbirda qatnashish men uchun juda foydali bo'ldi. Bu ilmiy uchrashuvdan juda katta taassurot oldim. Shuningdek, Xitoy va O'zbekiston o'rtasida ayniqsa sport sohasida kelgusida yanada keng hamkorlik yo'lga qo'yilishiga tilakdoshman. Anjumanning ikkinchi kuni ham yig'ilishlar orqali o'z faoliyatini davom ettirib, sport psixologiyasi, ayollar sporti, inklyuziv ta'lim va olimpiya harakati kabi muhim bahs munozaralarga sabab bo'ldi. Xorijiy professorlarning faol ishtiroki sport ta'limida xalqaro hamkorlikni mustahkamlash, qo'shma ilmiy loyihalar va maqolalar yaratish uchun keng imkoniyatlar eshigini ochdi. Mutaxassislar ta'kidlaganidek, ushbu anjuman O'zbekistonda sport ta'limi va ilm-fanni rivojlantirish, yoshlarni sog'lom turmush tarziga yo'naltirish va innovatsion yondashuvlarni keng tatbiq etishda muhim dastur bo'lib xizmat qiladi.